Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi qilgan montajlarimiz Andijon viloyati Bo'ston tumaniga 11 metrli terasga olib kelib o'rnatib berdik. Zolotoy dub profilidan. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin отдельный narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, birinchi razmerimiz enlari 2,5 metr, bo'ylari 2,40 cm. Bunga 2 dona ochilish qo'yib berganmiz. Keyingi razmerimiz enlari 3 metr, bo'ylari 2,40 cm, o'rtada 2 qanotli eshiklari bor. Undan keyingi razmerimiz ham 3,80 cm. Eniga pastlarini 5 ko'z qilib 2 ta ochilish qo'yib berganmiz. Uning yonida enlari 1,50, bo'ylari 2,50 cm ichi qanotli eshiklari bor. Yoniga borib tushuntirib o'taman, qadrli obunachilar. Mana taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berganmiz. Nihoyatda mustahkam, bo'lib cho'tki bo'lib bitdi. Oynalari bir qavat yo'l oynalarni qo'yganmiz. Termoruchkalar ochilyapti, e'tibor beringlar. Hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Plus eshigini o'ziga ochilish qismiga balkon profilni ishlatganmiz. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Balkon profil 12 cm balkon profilni ishlatganmiz. Uni yonlarida 360 cmlik romimizni taylariga ham полный alyumin arkafon qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Ochilishlari 2 dona bo'ldi. Oynalari bir qavat yo'dui oynalarni qo'yib berganmiz. Xo'p, undan keyingi razmerimizga o'rtasiga 2 qanotli eshikni qo'yib berganmiz. Buni ham taylar hammasiniki alyumin arkafon, termoruchkalar, akva profil, plus balkon profilni ishlatganmiz. Ochilish qismlariga balkon profil ishlatganmiz. Nihoyatda go'zal va chiroyli bo'lib chiqdi. Plus bonus qilib ustunlarini tunikafondan o'rab, hamma yo'g'ini behijolat qilib berdik. Ichkari tomondan ko'rsataman. Ichkari tomondan ko'rinishlari hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Yonlarida MDFlarni qadashib olsa, bu yoniga hamma yo'g'i chiroyli go'zal bo'lib bitadi, xudo xolasa. Appendot delfinni o'rniga spanetli ruchkalarni qo'yganmiz. Nihoyatda go'zal bo'lyapti. Ovozlarga e'tibor beringlar. Ovozlar hamma yo'g'i behijolat. Uning ichkarisida 2 dona eshigini ham qo'yib bergan edik. Eshigini enlari 90, bo'ylari 2,30 cm. Buni o'rta stoyga 1 dona berib, oynalarni yo'lda yo'qib berganmiz. Termoruchkalar, taylari alyumin arkafondan qo'yib berganmiz. Uning yonida 2 dona enlari 1,10, bo'ylari 1,60 cm. 1 dona fochka, bitta ochilish qo'yib 2 ga bo'lib, pastlarini tepasi 1 dona ochilmaydigan qilib romlarni ham olib kelib o'rnatib berganmiz, qadrli obunachilar. Xo'p, 11 metrli terasamiz plus 2 dona eshik, 2 dona romimiz Andijon viloyati Bo'ston mahalla fuqarolar yig'iniga Zolotoy dubdan bir qavat yo'dui oynaga taylari alyumin arkafon bo'lib olib kelib o'rnatib berishimiz 24,500,000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimda savol taklif bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. O'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmagan obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon Akfa